Assalomu alaykum Moskva shahridagi vatandoshlar. Barchangizni 6-iyunda bo'lib o'tadigan konsert dasturimizga taklif etamiz. Albatta konsertimiz Niyabishni konsertlardan biri bo'lib o'tadi degan umiddaman. Faqat sizdan kelish, o'yin kulgi qilib ketish. Manzilimiz Moskva, metro Cherkizovska, улица Vernisajnaya, dom 11. Konsertimiz yulduzlari Ulug'bek va Maftuna, Abdushukur Ishburiyev, Farux Sobirjon Abduxoliqov, Zafarjon Rahmatov, Sherxan Xujamurodov, Xurshid Karayev, Mo'minjon Jumayev va bir necha mehmon san'atkorlar tashrif buyuradi. Barchangizni kutib qolamiz. Hayit kuni 6-chislo kechasi bo'lib o'tadigan shov-shuvga aylangan konsertimizga. Assalomu alaykum barcha ijtimoiy tarmoqdagi kuzatuvchilar. Mana Xudo xolasa 2025-yil shu Qurbon hayitiga atab shu yerda jam bo'lgan san'atkorlar va bu yerda qatnasha olmagan san'atkorlar ham bor. Ularni obloshkaga, ekranga chiqarib qo'yishga harakat qilamiz. Xullas, katta bir show konsert berish niyatidamiz. Hammalaringizni mana shu katta restoran ekan, o'ylaymizki bir neobычный bir konsert bo'lib o'tadi degan umiddamiz. Organizator esa Alloyor Qarayib, hammalaringizni taklif etamiz. Alloyorayni. Assalomu alaykum barcha internet tarmog'i kuzatuvchilari. Mana sizlar uchun biz 6-chislo kuni, hayit kuni, ya'ni kechquruniga bir vapsha udar show konsert tashkil qildik. Qarangizlar, kattaligini 600 ta odamni joylab beramiz mana shu yerga. Bu konsertimiz prosto konsertlardan biri emas. Bu 25-yilning udar konsertlaridan bittasi bo'ladi. Biletni olasiz. Ichida первый, второй ovqati bilan polni nakrivat qilingan, hamma sharoiti yaratilgan. Prosta kelasiz, biletni olasiz, dam olasiz. Metro Cherkizovskadan chiqqaningizda yarmarkaning orqasidagi zdaniya ekranga yozib qo'yganmiz adreslarni. Bemalol tashrif buyurishingiz mumkin. Bu yerda artistlardan kim desangiz, mana Abdushukur Ishburiyev, Sobirjon Abduxoliqov, Ulug'bek, Maftuna yana keladi. Yakshanba kun Maftuna albatta bo'ladi. Ulug'bek, Maftuna, keyin Tojikiston Bafesh, Farux aka, Zafarjon Rahmatov bo'ladi. Bu yerda yana Sherxan Xujamurodov, yana bir necha artistlar bo'ladi, mehmon san'atkorlar. Vapshe zo'r konsertlardan biri bo'lib o'tadi degan umiddamiz. Sizlardan poddeshka barchangizni kutib qolamiz. Tojikiston Bafesh. Mana bulardan ham bir gap eshitdim. Farux aka, qanday konsert bo'ladi degan umiddasiz? Maşallah Ercan shunday katta restoranda tashrif buyuribdi. Inshaalloh buncha san'atkorlar bor ekan. Men o'ylaymanki, podvat qilmaydi podpisчиклар. Buncha odam muxlislar kelsa, konsertim zo'r bo'ladi. Temol hayit kuniga hammalaringizni kutib qolamiz. Jalongiz omon bo'lsin. Assalomu alaykum barcha bizni kuzatib borayotgan muxlislarimiz. Nasib bo'lsa bu konsert neobычный konsert bo'ladi. Inshaalloh hayit kuniga to'g'rilayapmiz. Ya'ni 6-iyun kuniga kechki payt nasib bo'lsa boshlanadi. Bu yerda konsertimiz neobычный. Chunki konsertda biletni olasizlar. Ko'rganlaringizda mana stol nakrivat qilingan birinchi, ikkinchi ovqat hammasi 100 bo'ladi. Joyimizga kelsak, har doim konsert qilamiz. Joydan ko'pincha nalaydi odamlar. Kichkina o'q qoldi, odam siymay qoldi, odam ketmay qoldi. Ko'plar qaytib ketganlar bo'ldi konsertlarimizdan. Shuning uchun bu konsertimiz katta joyda bo'layapti. Nasib bo'lsa 600 kishilik joy. Bemalol kelasizlar, o'tirib, dam olib, kayf qilib o'ynab ketasizlar. Jalongiz omon bo'lsin. Assalomu alaykum hammaga. Hayit bayram kuni konsert, ham yana idanasi ham bor ekan bu yerda qara. Hammalarga qo'yilgan. Faqat shu bilet kirish alasanda o'tirib chayqavat qilib kayf konsert tomosha qilasiz. Moskvaga kelgandan beri o'z konsert qo'ygan yo'qman. Endi birinchi konsertim inshaalloh bemalol zo'r konsert bo'ladi. Vapros bo'lishi mumkin. Ulug'bek shu yerda prosta nomini aytib o'tib ketdi degan. Maftuna точно bo'ladi. Yo'q, nimaga bo'lmaydi? Albatta bo'ladi. Hali olam keladi, yana video ham chiqaramiz uning uchun, yana bitta bizzatin chotki. Shunda turgan bachalar hammasi shu yerda xizmatda bemalol tortinmasdan Ulug'bek qachon konsert qo'yasan deganlar hammalarini kutib qolaman ekan. Assalomu alaykum aziz muxlislar. Sizlar uchun mana endi yangi konsert qo'yapmiz. Mana bu do'stlar shu yerda hammasi yar birodarlar. Avvalam shu Alloyor Qarayevga katta rahmat deymiz. Konsertga kelingizlar, 6-iyun kuni kechasi konsertimiz bo'ladi. Hammani taklif qilamiz. Musofirdagilar omon bo'lsin. Vatanga qaytish hammaga nasib qilsin. Salomat bo'lingizlar. Guliston TV qanday bo'ladi degan umiddasiz konsert? Endi bizni eng katta bayramlarimizdan bu Qurbon hayiti. Deyarli hammaga bayram dam olish bo'ladi.
restoran ham katta ekanda, odam siymay qolib, bu kishini aytganday faqat mana shu maydaligidan muammo bo'lg'achada. Shuning uchun ko'pchilikka uzoq emas, sentrda joylashgan, hammaga kelishga qulay. Hammalaringizni taklif etib qolamiz. Shu yerga kelasizlar, men talpa konsert o'yin xudo xolasa bu restoranning bag'ri keng ekan. Hammalaringizni mana shu yerga taklif etib qolamiz. Shu videomizda tarqatib qo'yingizlar. Baxabar insonlar, endi san'atkorlar ham ko'pda. Bu yerga kelgan kongressni ko'rsatib o'tdi. Yana kelmagan san'atkorlar ham bor. Doполнительно уже o'ngacha xil muddat borda. San'atkorlar ko'payib qoladi. Xullas bir madaniy bir hordiq chiqarib ketasizlar. E'tiborlaringiz uchun kattadan katta rahmat.